Türkiye'de o'xshash bo'lmagan advokatlik organlaridan 100 advokat qonun va fikr munbiri nomi ostida bir yerga kelib, Sharqi Turkiston masalasini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashiga sunishga tayyorlik qilmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga iltimos qilish uchun imzo qismini tamomlagan advokatlar tayyorlagan arzinomani oldimizdagi hafta Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga avatdi. Bu haqda Anadolu agentligining ziyoratini qabul qilgan Sharqi Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidayatullo O'g'uzxon advokatlarning bu masalani Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga arz qilishining muhim ahamiyati borligini ta'kidlab, buning intayin muhim bir ilgirlash ekanligini bildirdi. Xitoy doiralari bayonot e'lon qilib, atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq O'rmonchilik nazoratining sobiq noziri Mehmet Abdullahning 200-lichilik bilan jazolanganligini inkor qildi va Amerika taratqullarining bu vaqtdagi xabarlarini to'qilma deb tanqid qildi. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq O'rmonchilik nazoratining sobiq noziri Mehmet Abdullah 2017-yil Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi cho'ng tutquni boshlangan. Nurg'un Uyghur kadrlar 200-lichilik bilan ayblanib qo'lga ilingan mezgilda tutqun qilingan edi. Bu tutqunda 3 milliondek Uyghur lagerga qamalib, ko'plagan Uyghur kadrlar qamoq jazolariga hukm qilingan edi. Sobiq nozir Mehmet Abdullahning Amerikadagi farzandlarining oshkorlashicha, Xitoy doiralari uningga 2019-yil sentyabrda sud ochib, umrlik qamoq jazosiga hukm qilgan. Shundaqla uning hukmga norozilik bildirib qilgan arzini rad qilgan. Lekin Uyghur Abdunum Rayonluq hukumat o'tgan 1-iyun kuni axborot e'lon qilib, Mehmet Abdullahning Amerikadagi qizi Subiy Mehmetga hujum qilgan. Subiy Mehmet yaqinda Amerika Ovoz radiosining ziyoratini qabul qilgan edi. Xitoyning Yer shari vaqt gazetining bildirishicha, Uyghur Abdunum Rayonluq hukumatining bayonotchisi Ilxan Inoyat Subiy Mehmetning so'zlarini butunlay to'qilma, xalqaro jamoat fikrini qaymoqtirganlik, dadisini qo'llaganlik, Jungoning Xinjiangning siyosatiga hujum qilganlik deb ayblagan. Amerika Harvard Universitetidagi sun'iy hamroh tasviridan foydalanib elib berilgan tadqiqotda bayqilishicha, Wuhan yangi tipli koronavirusi Xitoyda xeyli burun tarqalgan bo'lishi mumkin ekan. Harvard Tibbiy instituti tadqiqotchilar o'xshamagan yillarda tartilgan sun'iy hamroh suratini selishtirish orqali Wuhandagi virusning tasvirlangandan xeyli burunla tarqalganligini e'lon qildi. Tadqiqot guruhi oldingi yili kuzda Wuhan shahridagi doktorxonalarning mashina to'xtatish maydonidagi mashinalarning sonining oldingi yilga selishtirganda ko'rinarli oshganligini, bu balkim Wuhan virusi sababidan doktorxonani ziyorat qiluvchilarning oshgan bo'lishi mumkinligini o'tirg'a qo'ydi. Liviyadagi diplomatik uchrashishlar ko'payayotgan bir paytda Turkiya prezidenti Erdo'g'an bilan Amerika prezidenti Donald Trampning Liviyadagi yaqin hamkorligini davomlashtiradiganligi e'lon qilindi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an bilan Amerika prezidenti Donald Trampning tunugun o'tkazgan telefon suhbatida Liviya krizisi boshchiligida rayondagi taraqqiyotlar muzokara qilinganligi e'lon qilindi. Turkiya tarafning bayonotida ikki rahbar dengiz qo'shnimiz Liviyaning tinchligi va muqimligi masalasida yaqindan hamkorlashishni davomlashtirishga qo'shildi deyildi. Lekin suhbat haqida tafsiliy ma'lumot berilmadi. Shimoliy Atlantik Akti Tashkiloti, ya'ni NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg, Atlantik Okean Kengashi va Germaniya Marshall Fondi deb ataladigan aqllar ombiri bilan birlikda NATOning kelgusini muzokara qiladigan Shimoliy Atlantik Akti Tashkiloti 2030 musofasini mavhum muhitda boshlatdi. Shimoliy Atlantik Akti Tashkilotining bosh kotibi Stoltenberg mundaq dedi: "Faqat harbiy kuchlar kifoya qilmaydi. Biz yana Shimoliy Atlantik Akti Tashkilotini siyosiy jihatdan texmo unumli ishlatishimiz kerak. Biz bexatarlikka ta'sir yetkazadigan barliq ishlarni Shimoliy Atlantik Akti Tashkiloti ustiliga qo'yishimiz kerak" dedi.